Qarang, bunga endi hozir javobgarlik belgilangandan keyin endi yopib ham qo'yasizlarmi? Buni bekitamiz hozir. Bekitasizlar? Toshkent shahar suv ta'minotini avaliyni brigadasi tomonidan bu holat bartaraf qilib bekiladi hozir. Hujjatlar rasmiylashtirilganga qadar. Bugun aynan qurilish inspeksiyasi Toshkent shahar suv ta'minoti bilan birgalikda aynan mana shunga o'xshagan noqonuniy ulanmalarni aniqlash uchun reyd tadbiriga yetib kelganmiz. 5 kun oldin biz keldik bu yoqqa obyektga, o'rgandik, hujjatlarni ko'tartirdik. Hech qanaqa hujjat taqdim qilishmadi. Oqo'y suvga hujjatlarni taqdim qilishga 5 kun kafolat xat berishdi ular bizga. 5 kun ichida mana bugun 5-kun hali ham hujjat taqdim qilinmadi. O'shanga hozir tarmoqdan uzgani keldi. Mana nima uchun kanalizatsiya tizimida muammolar keladi, mana bizga keyin nima uchun murojaatlar ko'payadi. Aynan mana shunaqa noqonuniy ulanmalar o'zi mumkin bo'lmagan. Undan ortiq bosimni ko'tara olmaydi, undan ortiq chiqqan kanalizatsiya suvlarini qabul qila olmaydi, lekin noqonuniy ravishda o'zboshimchalik bilan, to'g'ri aytdimmi? O'zboshimchalik bilan ulanib olishgan. Ana endi bunday holatlarda nima, qanaqa chora ko'riladi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 163.1 moddasi bo'yicha tegishli moddalari bo'yicha jarima qo'llaniladi. Bayonnoma rasmiylashtirish sudga chiqariladi. Qurilish jarayonida ulab qo'yilgan, lekin bizning suv kelmayapti, bizning suv ulanmagan, bu mahallaning suv kelyapti. Bizning domnik hali ulanmagan. O'zi noqonuniy ulangani yetmaganda aholi ham shu narsaga tortgan bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyapti. Aholini ham ulaveringlar deb o'zboshimchalik bilan ruxsat beraveryapti kanalizatsiya tarmog'iga. Xonadon ogohlantirilgan. Yo'q, ulaveraymi desam, ulavering deyishdi. Avval holat qanaqa edi? Avval qayerga ulanganingiz? Kanalizatsiya yo'q edi. Men oldida kanalizatsiya bor, meni urinim chiqmagan orqa, uyga chiqmagan urinim. Chiqmagan. Orqaga ikkita yama qilingan edi orqa hovlimga. Ular to'lib qoldimi? To'laveradi, haroy ham bitta to'lgandan keyin to'laverar ekan haroy. Eshigimga tegi kanalizatsiya kelgandan keyin men so'radim-da, ulaveraymi desam, ulavering deyishdi. O'shandan keyin ulaverdim. Yangi uy xarid qildingizmi? O'sha zahotini o'zida hujjatlar rasmiylashtirayotgan payt hisoblagichlarni ham tezda o'zingizning nomingizga o'tkazib oling. Yo'qsa bu ham javobgarlik belgilanishiga olib kelishi mumkin. Bu nima qoidabuzarlikmi shunda? Qoidabuzarlik. Eslatib o'tamiz, xuddi shunga o'xshash noqonuniy ulanmalarni aniqlash va ularni bartaraf etish maqsadida tashkil etilgan reyd tadbirlari Toshkent shahri bo'ylab davom etmoqda.